Benim ismim Adam. Etner padişahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qalisqar qələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım. Balıçqı atakınlar! Hey! Məxrimə! Bu çağda yolvas, əriş yollusu qaydınıdır. Mən Xiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylınım. Benim özgür sırımni dostum Şatutberi soğusunuz. Yasağı Denkin ve Orko üç kişili bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlanta Kalesi'ni gayet almasla bilen köreş kılımız. Ana, ahvaldan qarğanda qadri şəhərni məngə tapamığı dəkmədi. Məngü degan so'zni qilmay turg'in Oko. Demizim onu demiş qiyin o'xshaydi. Aldırab bunda hüküm çıkarma Oko, ha? Biz mangaydi, so'sirsni ko'rsatmasi bo'yicha bir-birimizga yaqin mansaq bo'ludi. Oko, yasağı ol, karanlık, kep kaldık. Mana bu kadimi şehir emas bu. Acayip bir gayri bırakıraydı o. O yaxşılıktan emas Xiyman. Kadimki kişilerin rastlığı acayip kerameti varken Oko. Biz mana del şularını tepip onundan paydalı bəxtiyartımız emas mı? Yaqininglar, Adam. So'siriz oxirgi davrlardagi hukmronning arvoyimi o'sha atrofda bodak qiladi deydi. Ularni so'zlab nima qilsam? Alvasti podshoh Demos bilan uning jodigar xonishi Treyla qadimiy shaharning oxirgi hukmroni ekan. Bu kuş ben qo'rqinchli ekan. Habbala, mening qushim ularning izig'i tushibdi. Demosning sehrgarligiga pat ardi erishgudekman. Bosman bilan ayvilib qani, lazım bo'lgani naq yo'qolgandi bu kasobatlar. Iskilishah, Sen nima odam? ismim Olam. Mening ismim Mona, hurmatli Iskilishah. Xizmatkorlardan nomlarini anglab xizmatlarda bo'g'ili keldik. Farmonlarga tayyormiz, eg'izlardan chiqqanlarni bija keltiramiz. Rasma? Qani, bir sinab baqay. Bir zirak chechanna qilsizlar. Yana qanday kiramitlar bor? Mening sehrim haddi hisobsiz. Bizdan g'am qilmaslar Iskilishah. Men yoshlarning mushunda jasoratini yoqtirman. Qanamisi, mening oyog'imga bosh qo'yinglar. Bizning erishmoqchi bo'lganimiz faqat mushuma. Shundoq, faqat Iskilishahning deganini qilsaqlar, huquq va shon-shuhratga muyassar bo'la olamiz. Yaxshi, men sizlarga qadimiy qo'rg'onga berib, Demosning sehr niqobini akilish vazifasini topshiraman. Biroq
qadimiy qo'rg'on allburun g'oyib bo'lgan bo'lsa, qandoqmi mumkin bo'lsin? Ha? Shahzoda odam, elida uni bizga tepadi emasmi? Ota, biz izlayotgan Mahmetlik shu xarablik tamıdı. Meni chiqirib. Hey yasavol, o koşunun içinde kep kalsın çok, kandak deyse. To'g'ri, lekin u bizning tomoq etishimizga yordamlasa, uni degan chiqirib olaylik. Bo'ldi, mana qo'shilma. Hey, Oko, suni menga akvatgina. Bo'lamdi, ha? Rajabda shu degimidi. Hey, Oko, qara seni. Sen odatdagi odamlarchiligin bo'lanmamsan. Xotirjam bo'l yasavol. Oko, bu senin uyruğun mu? Yo'q, buni ko'rdingmi? Bu nima? Qanaqa odamlaysiz? Men ko'rgan eng qo'rqinchli narsa sening sehring. O koçezmen kadimi devrinin ma'lum bir xil sehri kuchini ishga soldi. Qani sinab boqaylik. Mirglayt. Suv tashtiga arsiga chiqqan. Abla, boya men xato so'zlab qo'yibdimi? Qizaloq ularni quvlatadi. Adam xato so'zlamadi. Shundaqmi, Oko? O bitim bakıncımı. Adam shahzodi bu yerda. O izlayotgan uyning oyog'ining ostida ekanligini zodi bilmaydi. Mana eshik ko'taralansa alam. Agar mush ishq orqali huquqqa erisha olsakla boshqa ishlar yurishib ketadi. Yo'ruqliq elchilari. Sirtga chiqib qarab boqaylik. Meni bir xil g'alati hissiyot egallab oldi. Bu yerda boshqa odam bada qiladi. Qaranglar. Pastda odam bor ekan. Bu sirliq mehmonlar zodi bizning do'stimizmi yoki dushmanimizmi? Berib qarab boqaylik. Bu gapni qayta degich bo'lma. Qadimgi kishilar bizni chaqirayotgan deb tuyulayotdi. Sehrlik niqob. Ular kirikkan. Rəşəpə aldınlarmı? Nimiş bo'ldi birodarlar? O'sha niqobni kiyib olsaqlar, sehrgarlik bizga mansub bo'ladi. To'xtanglar! O'zinglarni tutib olinglar. Bu niqobni kiyishga bo'lmaydi. Alan. Buni kiyimsak bo'larmikin? Iskili shah uchun bo'lsin bu xil sehrni bilishimiz kerak. Ular o'zgardi. Rastlıqlı sorceressning o'ylig'indek bo'ldi. Arvolar tarafidan iskanjaga ilingan bu bechora maxluqlar dal Dimos bilan uning jodugar xonishi ekan. Shundoq, biz qaytib keldik. Endi hech kim bizni to'sib ololmaydi. Oko! Yasovo! Yuksak qilama! Endi xiymanga o'zgardigan vaqt kelib qoldi. Bana psikopat atakımlı! Hey! Ben Heymen! Abla, bizde sınaydığa yeni bir düşmanımız geldi. Qachon bo'lmasin sehr kuchim uni nobud qiladi. Beni ko'rishib boqamiz. Hoy! Bu hunaring asqatmidi. Endi berib qadimiy shamsharni akilayli. Bunda qilishinglarni o'ylamabdiq. Sizlar toza aldandinglar. To'g'ri aytding, birodar. Bizda boshqa chora yo'q. Chiqib ketishga majburmiz. Xayr, xo'sh. Men ularla ilishmam. Oko, unda qilishning hojati yo'q.
To'xtanglar, sizlarga buyruq beryapman. Qiymat, ular qechib ketdi. Aldırmağlar. İştehi aldınlar da. Anlapdı. Ben Dimos. Alonu qavını qoğduğucunun tizlik uyğunuşuğa buyruq berivatıma. Bu gap meni andishiga selayotidu. Yo'q, bundan bettiri tek oldimizda. Oko, sen tezroq uçup ket. Tez bol. Anladınmı? Yo'q, men ketolmayman. Qattiq bo'ron sehrimni o'chirib ketadi. Oko. Rahmat Xiyma. Oy, sana yardım berishni har qanday vaqt xushalliqda bilma. Mushkulingni oson qilma. Oko, chapsan og'amchini tepib bizga bir tal bagi. Tezroq boray. Bu misliq yovvoyi bilan Xiymani chatoq qiladi. Qiymat, men tutilib qoldim. Qani elish boqayli. Do'stlar, men ko'rdim. Dal vaqtida kelding, Oko. Bizning yana bir cho'ng ishimiz bor. Yasal ol, çapsan çık, tez bol. Keçirgin. Endi biz sana hemrah bulanmaymiz. Uxlaydigan vaqting mı bo'lib qoldi-ku deyman. So'siz bizga Demos bilan Terlanning narligini dapasi yaxshi bo'latdi. Yana o ikkisining nima uchun tirilib qolganligini so'raylik. Qaranglar, polis korxonasi. Dimos bilan Terila qadimiy shamsharni topqili ketdi. Ularni to'sanglar. Shamshar to'g'risidagi voqeani rivoyatmikin deb tikanman. Dimos bilan Terilaning o'zimi bir rivoyat. Ularning siri bugun ochildi. Necha yuz yil ilgari qadimiy shamshar Ilan shahridagi ajoyib bir cho'ng oq kvarts toshni ostiga uyushtirib qo'yilgan. Sizlar o yerdan Dimos bilan Terilani topa olasizlar. Iskilchodan hech uning qurg'inda turayotganligimizdan ichib tushayotganda. Oko, sen qilib Galiskar qalasini saqlashga yordam qil. To'g'ri aytding. Maqom. Iskilitcha shamsharning nerdeligini zodi bilmaydi. Sening shamshiringdan qolsa, heliqi qadimiy shamshar Etnir podshohligining zo'r quroli saqlanadi. Uni Demos bilan Terilaga hargiz tatqizib qo'yma. Mana e'lon teg'iga kep qoldik. Qadimiy shamshar bizga murojaat qilyotdi. Biz tezlikda uni tepishimiz kerak. Hey! Skilish shahning ziminiga usib kirish qanday pedinishdim? Skilish shah? Bu kim? Ajab tunishtaklik qiladi-ku. Onun kim bo'lishi bilan karimiz yo'q, xonish. Skilish shoh. Endi sening menga ta'zim qiladigan vaqting keldi. Darhol ta'zim qil. Men hech kimga ta'zim qilmayman. Rost shundaqmi? Ko'ramiz. Sen ahir baş egishga rozi bo'lsan-da, ha? Meni hech kim bo'ysundira olmaydi. Shundaqmi? Ey! Chapsan ketib olayli. O erkilik chiqsa bola teriydi. Uni mushayat qoldirsaqmikin deyman. Bu yoq bilan mangayli. Meni qo'yitish!
yerda ish yo'qdi. Bo'lib ketgan. Heyman! Qandaq, qapaz işi rahatmikan, iskiritcha? Meni chiqarvat. Farzimchi sen vay bu yerda yo'qding-ku. Ular ne ketdi? Intayın xushalman. Sizlar to'rtinglar, raqib. Avval meni qo'yib o'tinglar. Ma'qul, ular ne ketdi? Ular shtamdan o'tib qochib ketdi. Qani, va'dani bejo keltirmamsan? Gerçi halımızammo, lekin va'damda yonmayman. Sen utamdan ötemezsen, utamdan kalelik 40 İngiliz çekiyordu. Rasma? Hay! Seni de bozumu qaytib kelime. Ah, neçə yüz yıl sərib qılıb, ahırı qədimi şəmşərgin erişidiğən bolduq. Dimos, avışık qara. Buyruğumla anla, sehirlik işkici zor. Qarğanı ülgürələrkənmiz. Demoslar Heyman zatqan narsa xosiyatli sekret kuchga ega bo'lishi mumkin. Fursatni chin tutib, avval men qo'l solay. Bu arsh darvozasi meni ko'ziga yerim kelib bora oladi. Hey, ana Şəmşər. Kolunu tat, körüşkü buludu, tutukub olmaydı. Biz avval ulağı taqabıl turaylı. Toğra, şunda qısa xatırcan bolumuz. Sen mi kaçıp kutulanmaysan, Heyman! Abla, bu galitime çatakyan bu. Hem de Şəmşərgin qol salar. Keçirgen birader, onun ağzını ağırtıp koydum, o deyme. Şundaq mah, ondaq tükörgülüğümü köstüme. Hatırcan bol yasa ol, benim amalım mı? Dimos, Şəmşər neyli vağın? Heyman, senin şemşirim. Ülgüremeyme. Ah, ben kadimi Şəmşərini kolğa düşürdüğüm boldu. Hoy! Kanikile! Şəmşər, müşahidini. Hoy, yok, Ekem! Ben kadimi Şəmşər, ben ahır əslimge keldim. Əmdi hörlükə erişip cengi atlanıma. Heyman, şemşirin benim kolumda. Endi bu şemşerini kolga düşürmen. Ha? Şəmşərini birləşdirib Heymanın etnir padişahlığını qoğuşuq yardım be. Yok yok. Neymiş bob getdi? Sehirlik niqabının sehri yo'qotdi Alan. Ben öz əslimge geldim. Biz tapmoqchi bo'lgan sehrgarlik bizni bo'ysundurdi, ruhimizni iskanjaga oldi. Eskilerge hizmet kılıdığanlarının qandaq künge kalıdığanlığını hemmeylen ködi. Sizler şundan qılmaqca məsmiydinlar? Hergiz undaq emas. Toğra aytdın. Bizden səvəllik ötdi. Eskiler üçün hizmet qılğanları yaxşılıq yoxken. Sen çocuklarını yeyişti. Cacağını sen yeysə, eskilitçək, köygülgününü körüsə. Turumunu mu yatsa? Aldıra koşulma Heyman. Aman bir günü şundaq külləgimi kalırsa. Heyman, biz qandaq qilsaq gunoyimizni yujalaymiz. Sizler tiyin ötkenlerden ütüp günahınlarını tunudunlar. Günahını tunuş hücumu cesaret gerekti. Bundan ki herkes eskiler üçün xizmat qilmaymiz.
mağaraya yol yirak. Tez mağaylı. Ha, Xeyman, biz nağaç gitemsiz? Onun da gep yok. Sizler Etber padişahlığının resmi puhraları bolusuzlar. Kızık, hemmiş oğlu tattı. Dünyada hatalaşmaydigan adam yok. Ona bilen alen severlik ötkazgen bolsunmu, ular özlerine hatalığını tanıdı. Yalgan aytib, uni yoşirmidi. Xuddi Xeyman aytgandek, xatolikni, severlikni tonish uchun jasorat, iroda kerak. Faqat jur'at qilsanglar, gunohingni juya olasan. Oo, ben de posala. Oku. Kızsa burada.